Çataq bo'ldi. Kalının beşiği kelgen gün, mozayının beşiği kepti dep. Biz mi bu xorluqqa qaldık mana? Gel, çay iç. Ondaqda xərcləyən pullarımız mı əs qatmapdı da? Şundaqda da əs qatmadı. Bu yuqurunun buyruğumiş. Tizimlikdeki qızlarning birisi mi qilib qolmay ishkirga berish kerakkan. Asta, ma ishni ko'ring. Bu bizga nima xo'rliq? Xudo, bizga rahim qilgin. Bizni bundaq ig'ir sinoqlarda qo'ymag'in. Her qancha gunoh o'tkazgan bo'lsak-mu, bizni Xitoylarning zulmatidan qutqizgin. Yo'q. Onda qasan ish yo'q. Bu ularning uxlab tushi. Biz ularga hargiz bo'zak bo'lmaymiz. Yaraysan o'g'lim. Qizim, kelasam oldi. Biz jiroq yurtlarga ketaylik da. Biz uchun duo qilib bering. Amin. Allohu akbar. Men jiroq yurtlarga ketishga roziki, ular buyurgan yerga hargiz bormayman. Yaraysiz qizim. İlahi amin. Allahu akbar. Derhal yolga çıkışımız gerek. Yekenge bağımsak bulmaydı. Kaçan mansak bula. Bugün keçede yolga çıkaylı. Ben sizler üçün yol başlay. Ha. Abdullah maşının amalını kıl. Bugün yerim keçede yolga çıkımız. Gap qila qeri. Qizingni nega o'chirib qo'yding? Oy, Mahira qizim. Nima ish bo'ldi? Nimaga yig'layapsiz? Ha? Çatısını belki ilan. Kızım, neymiş buldu? İğneğirak deseniz-chi. Allah, apam bilan balamni tutib ketdi. Ha? Kızım, nima deydigansiz? Zodi nemish bo'lgan, ha? Ey dertmenlerinin gamguzari, acizlarının başpanahi Allah. Sen bizning haqiqiy parvardigorimizsan. Bu qayg'u hasrat zulmatlarida faqat senla bizning nurluq quyoshimizsan.
zulm, tehdit ve himilerde. Senle bizning sabr, toqat, qalb taskinliklerimizsen. Dünyada senden başka hiç qandaq yo'lik yo'q. Yetim qolgan ümmetmiz. Bu zulm istemgi to'lgan qulluq dashtida Tengir qash ilkida sarsanmiz. Bizning arishga ko'tarilayotgan ahu-zarimizga quloq sog'in. Ajdodlarimizdan shundaqli bizdan ixtiyoriy va ixtiyorsiz o'tilgan ham o'tilayotgan barliq cho'ng kichik gunohlarimizni mag'firat qilgin ey Alloh. Chunki sen eng rahimlik mag'firat qiluvchi, eng karimlik afu qiluvchi birdan bir parvardigorimizsan. Chigi yo'q alamlarda qetib ketgan gunohkor beshimizni afu rahmating bilan silg'in. Yillardan beri sana qaqshab, to'la yig'lab qurib ketgan ko'z yoshlarimizni endi bir shodlik yoshlarida namlik. Siz bu yerda uzoq tursangiz bo'lmaydi. Bu yer bexatar emas. Bu yerda bayqilib qolsiz. Salim o'lmagicha bu yerdan ketmayman. Bu yerdagi xalqning azobini bilyapman. Lekin men amalsiz. Salim unchalik cho'ng odam emas. U sizni hech nima qila olmaydi. Mening sizdan bekrak uni o'ldirgim bor. Hech qanday tanlashimiz bo'lmasa-mu sabr qilishimiz kerak. Siz sabr qilishni nereden o'rgangan? Turmush odamga hamma narsani o'rgatadi ekan. Men shuni tushundimki, hayot qolganlar cho'qim sabr qilishimiz kerak ekan. Shundaqmi? Shundoq bo'lmasa biz texim ziyon tortar ekanmiz. Ota-onangiz yo'qmi? Men dadamni azaldan ko'rib boqmagan. Opam o'lganda men bek kichikdim, shunga hech nima esimda qolmabdi. Meni jamoat cho'ng qilgan. Xuddi boshqa uy makoni yo'q yetim bolalarni beqib cho'ng qilganga o'xshash. Sizning eng cho'ng orzuyingiz nima, Layli? Burun mening faqat bir orzuyim bor edi. Men ko'kka qarab, ko'zimni yumib, ondan o'lib ketsam deydim. Mana bu mening birdan bir orzuyim edi. Hozircha Hozirgi orzuyim faqat qo'limga pichoq ilib bu rezil dushmanlarimning yuraklariga sanjish. Bu numussiz dushmanlarimni o'ldirib bo'lgandan keyin ondan ko'zim yumildi. Agar men sizni bundan to'ssam-chi, Layli, mendan nafratlanamsiz. Abbas, Ba. qurol yaroqlarni tayyor qil. Qodir, Ba. qarindoshlarning hammasini yig'. Hop. Planimiz pash bo'lib qopti. Turkiyadan yordamga kelgan qarindoshlar bilan ko'rishamaydigan bo'ldik. Biz mush yerda jangni boshlaylik.
Sizlar mush yerda qilinglar. Ma'qul. Jafo chekding. Uyghur yigitlari bilan bugun ko'rishalamdik. Shundoq. Yaxshi. Men kirib namoz o'qib olay. Assalomu alaykum, bova. Va alaykum assalom.